Assalomu alaykum do'stlar. Buxorodan mana Muqirdan do'stimiz kelganlar. Mana hozir mana 1 oylik bitta g'unojinni topib o'zi qilyapmiz. Mana g'ovakchalar ichida mana. Mana shu g'ovakchalar ichida 1 oylik. Videoni tushirish uchun mana pastga 4-chi nishon bosasiz. Ana. Farqini bilib oldingizmi 1 oylik qanday bo'lishini? Qanday? Fikringiz qanday? Zo'r yaxshi. Suvga chidamli apparat olgansiz. Qanday fikrlaringiz qanday? Buzog'imiz sal qiynaldi, hech narsa qilmaydi. Egasi, molni. Qattiq egasi faqat. 1 so'm pul bergan, faqat tekin tekshirib ketyapmiz. Akmaljon bilan keldik bu yoqqa. Akmaljon bu sigirni tanidingmi? O'zi qildik, qisir chiquvdi. Mana videosi. Mana. Mana. Aylanib turibdi, g'ovak ichida turibdi, hozir bitta aylanadi hozir. Mana bola. Ko'rdingizmi? Mana shu. Endi Buxoroga borsangiz, sizga endi omad bosaverasiz, xudo xolasa. Charchamanglar aka.